Can Uyg'uriston rayonidagi ba'zi az sonliq millatlar Çin sulalisi hakimiyeti qarshi harakat qo'zg'agan fursatda, masalan, Xotan'da ko'tarilgan qo'zg'alan, Qashqarda ko'tarilgan qo'zg'alan, Aqsu, Kuchada ko'tarilgan qo'zg'alan, Urumchida ko'tarilgan qo'zg'alan, dal bir-birining kayinda mush yillarda bir-birining kayinda ko'tarilgan qo'zg'alanlar. Qo'zg'agan fursatda Şinjan rayoniga, ya'ni Uyg'uristonga tajovuz qilib kirgan. Yoqub Bey Şinjandagi har millat xalqini qo'llab bostirish asosida aksiyatchi hokimiyat qurib, Xitoy davlatini Şinjandagi har millat xalqini yovuzlik bilan talon-taroj qilgan va ularning ustidan dahshatli hukmronlik yurgizgan. Yoqub Bey o'zining aksiyatchi hokimiyatini saqlab qolish uchun ilgirkigan Angliya ve Rossiyalar bilan bir qator ishlarda til biriktirgan. Angliya Rossiya tajovuzchilari bilan qonunsiz savdo shartnomalari va savdo kelishimlarini imzolab, elimizning Şinjan rayonining huquq manfaatini ularga ko'plab sotgan. Yoqub Bey Angliya Çar Rossiyalarning g'olchisi. Ko'raman. Şinjandagi har millat xalqining ashaddiy dushmani. Nim deydi majumla qarang. Yoqub Bey Angliya Çar Rossiyalarning g'olchisi. Şinjandagi har millat xalqining ashaddiy dushmani. Lekin Abtor Angliya mustamlikchilarining maydonida turib, ana shunday yovuz, tajovuzchi Yoqub Beyni unayti iqtidorli yüreklik adam idi. Moşu kitapның kirish so'ziga qaralsin. Bir necha asrdan buyon o'tirg'i chiqqan bu xalqlar ichida eng jasoratli va eng talantli bir hukmron edi. Kim? Yoqub Bey. Hukmron edi. Inglizcha nusxasining 168-betiga qaralsin. Deb onu bo'lishini maqtab ko'kka ko'tarib, tarixning asli qiyofatini butunlay ostin-ustin qilib o'tgan. Xitoy davlatida bu gapni juma. Ostin-ustin qilib o'tgan. Abtor garchi o'zining Yoqub Beyga bo'lgan istashligi va madiyasini yoshirish uchun o'zining Yoqub Beyga bergan bahosini meseleге xolisona maydon turib qaraganlik Inglizcha nusxasining 256-betiga qaralsin. Deb olgan bo'lsa-mu, lekin o o'zining Angliya mustamlikchilarining aqlovchisi bo'lganlik qiyofatini yanala yapolmagan. O o'zining mushu kitobga yozgan kirish so'zida Yoqub Beyni Angliya hukumatining Kashmirning shimolidagi zaminida tikilgan qahramoni deb o'z og'zi bilan tap tortmasdan ochiq iqror qilgan. Charles Bolyer kitobida mush kitobga yozgan kirish so'zida Yoqub Beyni Angliya hukumatining Kashmirning shimolidagi zaminida tikilgan qahramoni deb o'z og'zi bilan tap tortmasdan ochiq iqror qilgan. Bu Yoqub Bey hokimiyatining Angliya mustamlikchilik siyosatining mahsuli ekanligini tushuntirib qolmasdan, Abtorning Yoqub Beyga madiya o'qigan aksiyatchil maydonni oshkorlab berdi. Bu kitapның hali ko'p sahifelerde Angliya hukumatining elimizdan Şinjan rayoniga tajovuz qilib kirish uchun Yoqub Beyning tajovuzchi hokimiyatini izchil turda aktiv qo'llash va qanot ostiga olish pozitsiyasida bo'lganligi, jasuslarni diplomatik elchilar umaklarni avatib Yoqub Bey bilan suhbat o'tkazganligi, Yoqub Beyni nurg'un qurol-yarog' bilan ta'minlaganligi, qonunsiz holda Yoqub Bey hokimiyatini e'tirof qilib,
Onun bilen Soğudu şartnaması imzalap, ilimizden Şinjan rayonidan nurgulgan imtiyaz, menfaat elip alganlığı bayan kılıngan. Demek şu vakti Yakup Bey hakimiyeti devirde Angliya bu hakimiyeti itiraf kıldığı davatıdır Xitay yüzü yazgan kiriz söz. Bu işler aslında hemmege ayan pakit bolsa mı? Lekin aptor kitapta Angliya hükümeti bilen Yakup Bey hakimiyetinin münasibetini adetlikçila münasibet idi. İngilizce nüskasının 234. beti qaralsan. İki taraf arasında ittifak tüzülmegen. Müstahkem dostluk mu yok idi. Şu betke qaralsan. Dep Angliyanın ilimizden Şinjan rayını kılgan tacavuzunu ceninen beriçe aklına. Aktor bu kitapның ahırkı bir babıda peki Angliya hükümetinin Yakup Bey hakimiyetini yölep turguzuş cihetki tecrübe savaklarını yakınlap gelip Angliya müstemlikçilerine akıl ve yol görüstüdü. Charles Bolger Angliya'nın Yakup Bey hakimiyetini kollap sadece algan paydası Yakup Bey hakimiyetini itiraf kılıp siyasi cihette tartkan zihnini kaplayalmaydı. Cümlege dikkat kılın vatandaşlar. Dep karagan. Şunu o Angliya hükümetine Rusya'nın hadidin eşip ketken kengaymiçiligini Cungo bilen birlikte çekler. Gördünüz mü? Angliya bir vatkan teklep, Cungo bilen birleşip Angliya Rusya'nı çekleysen de var. Cungo bilen birlikte çeklep İngilizce nüskasından 299. beti qaralsın. Andın Cungo'dan nep elişken Rusya Cungo'nun ileri aynı tecavüz kılıp girip Cungo-Rusya münasibetini ciddileştirip koygan fırsattan paydalanıp Cungo bilen özara düşünüş hasıl kılış doğrusunu teklif bege. Hürmetlik vatandaşım bugün müşkiyet toktay sebep vakit noktayı nazırdan sizge uzun bobkası bulmaydı. Az bugün kançilik sözüldüm. Mesela üzemine dıtı boyunca şu vakit doğru buldu mu kanlar bilmedim. Devamını anlayımız hürmetlik vatandaş.